Hammaga salom. Sizlar bilan bugungi videoda O'zbekiston bayrog'i va ikkita yana bayroqlarni qo'shishga harakat qilib ko'ramiz. Bo'lmasam ketdi. Birinchi o'zimiz bayroqdan, ya'ni O'zbekiston bayrog'ini boshlaymiz. Bo'lmasam boshladi. Hazır. Yeşil. Doymasın başladı. Abone bilan like qilishni unutmaymiz. Like bilan abonani ham chap etib bosib qo'yamiz. Masalan, bosgan bo'lsanglar, men ham tez qilib yuboraman. Agar bosmagan bo'lsanglar, men juda yomon qo'shimga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun like bilan abonani ham bosib qo'yamiz. Men anchaga tushib qolaman. Shuning uchun like va obuna. Johnson, Torreira, ondan başladı. Gerçi bugünkü video test tugaydi. Çünkü men hozir kechqurunimizda uxlashim kerak. Ertaga maktabga borishim kerak. Shunaqa ishlar bor. Shuning uchun bugungi video test tugaydi. Yana bitta bayroq quraman, shu bilan video tugaydi. Ham bo'lsa, hozir men turgan bayroq bilib olasizlar. Men hozir O'zbekistonda emasman. Qaytaligimda sizlarga bayroq yasab ko'rsatib beraman. Xuddi men sizlarga belgi bergandek. O'zbekiston bayrog'i kim o'zbek bo'lsa, obuna bilan like bosadi. Kim men o'zbek emasman, g'arbman desa, o'tkazib yuborib, shatda kayf qilib ko'rib, semichkani chaqib, ko'p ko'rindi deb o'tirmasdan. Короче, bo'lmasam, keyingisiga o'tamiz. Gaplarimni eslab qo'yinglar. Hozir to'xtab turay obunachilar. Obunachilar, mana sekin boshladim. Men hozir mana shu yerda video o'tirgan. Nima dedi? Masalan, bular davlatda bayrog'i, men o'zlaringiz bildirgan bo'lsanglar. Ya men hozir nomini aytsam hozir qiziq bo'lmay qolishi mumkin. Shuning uchun hozir yasayman, kommentariyaga yozasizlar. Buni hamma kichkinalar ham biladi. Lekin hozir kim kelishini aytolmayman beka. Chunki unda qiziq ketmaydi. Shuning uchun kommentariyaga yozib qo'yamiz. Hamma biladi, bilaman. Kommentariyaga to'g'risini yozasiz. Men tushunib turibman. Sizlar o'qimasizlar-ku, sizlar o'rnaqib yurganlar ham borki. Mana men turgan davlat. Kommentariyaga yozamiz. Men mana shu davlatda turibman hozir. Mana shu davlatda video mazzaxga qo'yibman. Qaysi davlatligini yozib qo'yamiz kommentariyaga. Mana obunachilar. Bugungi video ham tugadi. Like bilan chap etib bosib qo'yamiz. Garchi bo'lmasam
Hammaga xayr. Hamma sog' bo'lsin. Bo'lmasam keyingi videolar chiqishi uchun mana shu videoda 30 ta like yig'ilishi bilan ana shunda men bitta yana buni ikkinchi qismini ham chiqaraman. Va men bu videoni tugataman. Bo'lmasam hammaga xayr. Omon bo'linglar.